Yo, hammaga salom bo'lachilar. Sizlar bilan men Artex Minecraft. Bo'ldi, albatta kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Sababi men tezroq 200 ta bo'lib olmoqchiman. Juda oz qoldi. Negadir avvalgi videoga komment ko'rmadim. Bilmayman men sodiq obunachilar qayerdaligini. Menga unitlarni topib bering. Menga ular kerak. Endi firmamizda ya'ni povozimizni yig'ishtirib olamiz. Janob mer kutib qolganda. Mer ertalab kelardi. Nega povozni yig'ishtirmading deb. Negadir bugun kelmadi. Bu yaxshi. Okey, bularni yig'ishtirib olamiz. Yaxshi. Avvalgi videoda esingizda bo'lsa men mashina sotib olgandim. Mercedes SL 300. Agar to'g'ri aytgan bo'lsam, videoga like bosing. Agar noto'g'ri aytgan bo'lsam, kommentariyaga tushib to'lig'ini yozib qoldirishingiz mumkin. Albatta, men o'zimning sodiq obunachilarimning har bir kommentini o'qib chiqaman va javob qaytaraman. Xo'p. Menda $35 pul bor. Biz bugungi videoda garaj quramiz, ya'ni mashinamga ko'ramiz. Xo'p, okey. Endi kartoshka, bir tomonga kartoshka, bir tomonga sabzi obunachilar. Hop, mayli, let's go. Unda yo'q sabzi ekamiz. Mayli. Oylik qachon tushadi bilmadim. Shu yaqinda tushsa kerak, erta indin. Eslarda bo'lsa, ana bu yerda politsiya anaqasi qurilgandi. Kechagi videoda bormidi, yo'qmidi? Bilmadim. Xo'p, janob mer uydamikin? Xo'p. Janob mer. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Artex. Men mana anaqalarda polizimni yig'ishtirib olib keldim. Okey. Mana janob, nega menga qaramayapsiz? Betonga narsa toshib ketibdi. Tushundim. Betiga narsa toshib ketibdi. Qiziq. Bu yerda politsiyaxona, bu yerda politsiyaxona bor obunachilar, mana ko'rishlar mumkin. Men uni video olmaganman shekilli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Qanday yordam bera olaman? Bu yerda boyaga naqada jinni tutilarmi? Alkashda. Jinnilar qilib yuradi o'sha kun. Men alkash emasman. Obunachilar, bu video olmaganman-da, bo'lsam ko'rsatdim. Bu harala ichib, odamlarning derazasiga tosh otib yuradi. Bu yerdan keling, bu yer xavfli bo'lishi mumkin. Tibas fuqaro, borib o'zingiz ishlaringizni qiling. Xo'p, tushundim. Okey, mayli. O'zimizda ishlar qilaveramiz, obunachilar. Let's go. Qalaysan, Jitel, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat, o'zing yaxshimisan? Menga blok sotadigan uy kerak. Mana shu oldimdagi uy. Shumi? Ha, shu. Xo'p, rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kerak, qanday yordam bera olaman? Menga bloklar kerak edi, garaj qurishga. Garaj qurishga turli xil bloklar bor, tanlab olishingiz mumkin. Xo'p, men mana bunday toshdan 3 ta keyin bundan ham bundan bu kerak bo'ladi. Let's go. Mana men bundan 2 sak, bundan 3 sak va yoshdan. Xullas ortib kelganda bunda beraman. Xo'p, bola. Endi bizga mashinamizga garaj quramiz. Let's go, bola. Bizning Mercedes SL 300. Rusumimizda let's go, bola. Men adashmasam buni 007, ya'ni josus 007 nima? O'shani kinosida ko'rgan edim. Okey, bolalar. Hozir men instrumentlarni olay, kerak bo'ladi albatta. Jinosan boltam, kirkam yo'qmi? Anaqasi deyarli sinay deb qopdi-yu. Yaxshi emas. Yo'qmi? Lapatani olsammikin? Olaman. Bo'ldi, ishlasa olmaymiz boshqa. Bolalar. Xo'p, endi garajimizni quramiz. Negadir avvalgi videoda komment ko'rmadim, ya'ni negadir hech kim kommentariy yozmabdi. Shuni deb videomiz kechroq chiqyapti, ya'ni nega komment kam yig'ildi, ya'ni umuman komment ko'rmadim-da men avvalgi videoda. Mayli. Xo'p. Buni eshigini yopib qo'yamiz. Okey. Endi garajimizni qursak bo'ladi. Let's go, baby.
bunda okey. Shaharga borsammikan deb o'ylab turibman. Shaharda qiladigan ishim yo'q. Qishloqda ham bir do'koncha ochsammikan, obrashlar nima deb o'ylaysiz? Kommentariyaga yozib keting. Minecraftda, ya'ni qishlog'imizda do'kon ochaymikan? Qishloqda do'konlar kam, sizlarga aytsam, blok sotadigan bilan instrument sotadigan bor. Oziq ovqat sotadigan do'kon yo'q, sizlarga aytsam. Hamma o'z fermasini tushgan deyaveradi. Endi shahardan boshqacha yaxshiroq narsalar olib kelsa, klient ko'p kelishi aniq, chunki qishloqda endi chips, kola shunaqa narsalarda endi yeyishmasa kerak, to'g'rimi? Unaqa narsa sotilmaydi-ku. Hamma shu fermasidan narsa olib yeydi yoki oliftalari bo'lsa shaharga borib yeb kelishadi. Stop, nima qildim? Yo'q. Da aytgancha bu yer okey, mashinada razmer ekan, точный. Okey. Bu yerda buzib olamiz. Sababi yana biroz keyinroq qolmoqchiman garajda. Pulim yetsa kerak. Yetmasa qarz bo'lib qolamiz. Qishloqda yashaymiz-ku, endi mashina bitib qoldi. Mashina chetroq qolib. Qishloqda yashaymiz. Janaqa qarz bermayman deb turmasa kerak axir. Endi bu yerga lopata bilan yerlarni olib chiqamiz. Okey. Albatta kanalga obuna bo'lib qo'ying va videoga like bosing. Bu yer o'tgan safargi videodagi yerto'la, ya'ni haligi jitel bizni podval bizdan emas. Biz uyimizda tagida yashayotganda men podvalim borgan bo'lmasdim. Jiteldan qutulganmiz. Okey. Bolalar, men bir nima ish qilmoqchiman, ya'ni let's play videolar qilmoqchiman, horror o'ynab. Yaqinda yuzimni ko'rsatishim mumkin. Albatta shuning uchun tezroq kanalimizda 500 obunachi yig'ilsa, men yuzimni ko'rsataman. Sizlar to'g'ri eshitdingiz, men 500 obunachi bo'lsa shu kanalda men let's play horror video qilaman va yuzimni ko'rsataman. Bu kichkina qiziq bas. Qiziqmi? O'zingiz bilasiz, kommentariyaga yozib keting. Hop, bu yer nega qolib ketdi? Minecraft cho'tta qotyapti. Bolalar, mana men videoda 40 tam, ya'ni ko'pga cho'zilib ketgani uchun bu yerlarni ham olib olamiz. Bu yerlar mashinamiz chiqib ketishga xalaqit beradi. Salom Artek. Salom Jital, qalaysan? Yaxshi, rahmat. O'zing yaxshimisan? Nima qilyapsan? Garaj qo'yapman mashinamga. Sening Mercedes Mercedes SL 300 edi. Da. Okey, ajoyib mashina. Qanchaga olding? Unisi sir. Nega sir? Chunki juda qiymat. Juda qimmat pulni qayerdan olding? Aytaman-ku savollarga ko'p tashlasan deb. Ha, bo'ldi, tushundim. Tushunirsan. Savolni ketidan savol beraveradi-yu. Yo'q. Pulni qayerdan olganimni o'zingiz bilasiz. Bitta o'yinchiga uy qurib berdim va mana bu podvalimizda yashayotgan ahmoq jitilda. Okey, valla ahmoq jitilda pullarni ham oldim. Uni endi jitil yig'lab o'tiribdi. Uni xullas pullarida qayerdan olganini bilmayman, lekin ancha boy ekan. Boy bo'lsa nega o'ziga uy sotib olmaydi? Xasismikan. U meni haqorat qilgani uchun uni o'ylab o'tirmasdan otib tashladim. U vahshiylik deyishingiz mumkin. Lekin buni otib tashlading. O'yinda, CS:GO'da. Seni kompyutering yo'q adashmasam. Chinarsan. U do'stimni kompyuterida. Do'sting, bu qishloqda umuman kompyuter yo'q. Nega savol berasan, jitilda joniga tegib keting-ku. Bo'ldi. Shubhali. Aytjarsan. Janob sotuvchi, mana men pulni olib keldim. Mendan qancha bo'ladi? Sizdan $30. $30 mana hozir tashlayman. Stop. O'zingizga qaytib tushyapti. Shoshmang rostdan. Hozir men buni alohida ajratib beraman, janob sotuvchi. Mana bu do'stlar, men anaqada to'lovni qilib keldim va endi keyin o'zimizga instrument sotib olishimiz kerak. Mayli. Okey. Mashinamizni kiritamiz. Mashinaga baribir gap yo'qda, qishloqda vorzakonsan. Vorzakon? Yo'q, unchalik emas. Da, men sahar mafiyavistlardi. Okey, bolaman, o'kirib oldim. Jilli gapida yo'qni eshitishingiz shart emas, sababi
Xullas so'kingan. Mayli, Mercedesimiz cho'kib turibdi. Bu yerga eshik qo'yishim kerak. Bolalar bilan ishlay, videoga like bosib kanalga obuna bo'linglar. Videomiz afsuski shu joyda tugadi, chunki video limiti tugadi. 10 daqiqa yoki 11 daqiqa bo'lishi kerak. O'zida asosiy limiti bo'yicha. Bolalar bilan ishlay, kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va komment yozib qo'yishni unutmang. Mening kanalimda 500 obunachi bo'lsa, yuzimni ko'rsataman. Albatta bu sizlarga qiziqmas, shuning uchun tezroq obuna bo'ling. Va tezroq 500 ta bo'lay. Mana bu gul sizga. Kanalga obuna bo'lganingiz uchun rahmat. Let's go!